2026 yilgi Toyota Land Cruiser Prado bu avtomobil nafaqat yo'ldagi qudrati, balki hashamat va texnologiyalar uyg'unligining timsolidir. Yangi avlod Prado dizayni yanada jiddiy, zamonaviy va kuchli ko'rinishga ega bo'lib, har bir tafsilotida Toyotaning sifatli muhandisligi aks etgan. Tashqi ko'rinishida avtomobil an'anaviy Land Cruiser uslubini saqlab qolgan, biroq zamonaviy LED chiroqlar, keng radiator panjarasi va mushtdek kuchli bamperlar unga yanada agressiv tus beradi. Korpusining aerodinamik shakli yo'l shovqinini kamaytiradi va yoqilg'i sarfini tejaydi. Ichki salon esa hashamat va qulaylik uyg'unligini ta'minlaydi. Yangi 2026 Pradoda katta o'lchamli 12.3 dyuymli sensorli ekran, raqamli asboblar paneli, ko'p funksiyali rul va premium darajadagi charm o'rindiqlar o'rnatilgan. Old va orqa o'rindiqlarda isitish va sovitish funksiyasi mavjud bo'lib, uzoq safarlarda maksimal qulaylikni ta'minlaydi. Texnik jihatdan yangi Pradoda 2.4 litrli turbogibrid dvigatel mavjud bo'lib, u elektr quvvat tizimi bilan birgalikda 330 ot kuchigacha quvvat ishlab chiqaradi. Bu kuchli tizim 8 pogonali avtomatik transmissiya bilan birga ishlaydi va yo'ldan tashqari hududlarda ham mukammal boshqaruvni ta'minlaydi. Toyotaning yangi tip platformasida yaratilgan bu model avvalgi avlodlarga nisbatan 30 mustahkamroq karkasga ega. Bu esa xavfsizlik va barqarorlikni oshiradi. Shuningdek, avtomobil Multi-Terrain Select, Travel Control kabi ilg'or off-road tizimlari bilan jihozlangan. 2026 Land Cruiser Pradoda xavfsizlik tizimlariga ham katta e'tibor qaratilgan. Toyota Safety Sense paketiga avtomatik tormoz tizimi, piyodalarni aniqlovchi kamera, yo'l belgilarini o'qish funksiyasi, adaptiv kruz nazorati va charchoqni aniqlovchi sensor kiradi. Yangi Prado yo'l va yo'ldan tashqarida haydashni sevuvchilar uchun mukammal tanlov bo'lib, kuch, texnologiya va qulaylikni birlashtirgan universal SUV sifatida e'tirof etilmoqda. Toyota Land Cruiser Prado 2026 bu har qanday sarguzashtga tayyor, ishonchli va zamonaviy yo'ldosh. Agar siz kuch, nafislik va bardoshlilikni bir avtomobilda izlayotgan bo'lsangiz, yangi Prado aynan siz uchun yaratilgan.